Assalomu alaykum barchaga. O'sha yilning boshida yanvar oyida olgan videomizni davomi. Buni Telekom xodimlarini vaqti yo'q ekan. O'zimiz ulasak bo'lmas ekan. O'zimiz ulalmaymiz ekan. O'zi aslida podключениясini ko'rdim. O'zimiz ham eplasak bo'lar ekan. Buni ulashib berib ketdi. Ancha muammolar bilan. Mana bu yerda o'sha jipon seti shisha tolani shu orqasiga tiqilar ekan. Shu portga mana bu port. Buni 4 ta porti bor. 4 ta porti hammasi 1 gigabaytdan ekan. Bu Wi-Fi tarqatishda ham 5G tarqatar ekan. Xullas buni hozir tezligini sizlarga ko'rsataman. Xo'sh. Fast.com ga kiramiz. Tezlikni o'lchashni boshladi. Tezlik mana 420, 600, 630. Ular to'xtaguncha kutib turamiz. Necha ko'rsatar ekan? Mana 800 megabayt tezlik beryapti deyapti. Endi buni boshqa saytlardan tekshirib ko'ramiz. Speed test net degani bor. Bunda boshqacharoq ko'rsatadi. Bosish qilamiz. Bu yerda pinglarni ko'rsatadi, attachalarni ko'rsatadi, downloadni ko'rsatadi. Hozir providerda aniqlayapti. Providerda ham aniqlab bo'ldi. Mana bu Telekom. Hozir ko'rsatish kerak tezlikda. Ulanish ketyapti. Tezlikni o'lchash boshlandi. Bunda mana 940 ko'rsatyapti, maksimalni. Yuklab olish 106. Yaxshi bo'ladi. Oldingi oq routerda shu 67, 70 ko'rsatardi. Hozir bizda mana yuklab olish deyapti 947 megabayt sekundiga. Endi nima deydi? Jo'natish. Biror narsa tarqatmoqchi, masalan Telegramdan jo'natmoqchi bo'lsangiz 106 megabayt tezlikda jo'natar ekan. Zo'r, yaxshi. Xullas shunaqa. Buni nastroykalari qiyin emas ekan. Oldingiga o'xshagan PP'larda, regionda hamma yoqda kodlar yozib o'tirish shart emas ekan. Buni videolarini yana chiqaraman. Bu telefondan oddiy nastroyka qilib qo'ysa bo'lar ekan. Telefonda qayerda bo'lsangiz ham, bu yerda turib, boshqa shaharda, viloyatda bo'lsangiz ham Wi-Fi qanaqa ishlayotgani, nechta klient ulanganini, shularni bemalol ko'rib tursangiz bo'lar ekan, boshqarsangiz bo'lar ekan. Sizga begonalar kirib olsa, uni chiqarib bloklab qo'ysa ham bo'lar ekan. Buni ham video qilaman. 970. O'rtacha olganda 1 gigabayt beryapti desak bo'laveradi. Endi bu rostmi, yolg'onmi? Buni 8 ga bo'lib yuboramiz. Chiqqan megabaytni berayotgan tezlikni 8 ga bo'lib yuborsak, o'shanda bizda haqiqiysi chiqadi. Mana o'lchaganingizda har xil chiqaveradi. Stabilniy bir xil bermaydi jipon. Go'g'da o'chib ham qoladi. O'chib qolganda
bitta перезагрузка berib yuborasiz, ya'ni ishlab ketadi. Shunaqa tormozit qilib turadi. Yani 600 bo'lsa, buni 8 ga bo'lamiz. Shu 8 ga bo'lganda necha chiqsa, o'sha tezlik bo'ladi. Haqiqiy sizning tezligingiz bo'ladi. Menga 200 tezlik beradi deb aytishgan, lekin 200 bermayapti, yetadi lekin. Shu o'zimizni milliy provider Uztelekomda berayotgan tezligi hozirgi kunda. Keyingi videolarda ko'rishguncha rahmat, sog' bo'linglar. Hammalariga oilaviy tinchlik tilaymiz. Salomat bo'linglar. Rahmat.